Salom, hammaga natal xarita haqida bugun gaplashamiz. Natal xarita tushunchasiga ega bo'lishinglardan oldin qanaqa tuzilishini man etib ketay. Chunki populyarniy astrologiyada mashhur pop astrologiyani oladigan bo'lsak, u yerda 12 ta burjga asoslangan astrologiya hisoblanadi. Men buni pop astrologiya deyman. Demak, 12 ta burj va siz masalan Arslon burjiga mansub bo'ladigan bo'lsangiz, Arslonga tegishli sifatlar hammasi sizga tegishli. Aslida unday emas. Siz Arslon burjida tug'ilgan bo'lishingiz mumkin. Bu degani Quyosh Arslon burjida bo'lgan va lekin siz o'zingizni Arslondagi his qilmasligingiz ham mumkin. Ana shunda real, chuqur asrlar davomida, yillar davomida o'rganib kelgan astrologiya sizga nega unaqaligini tushuntirib bera oladi oddiy. Mana masalan, agar ahamiyat beradigan bo'lsanglar, bu bizning osmonimiz. Osmonimizda har xil yulduzlar turkumi bor. Chayon yulduzlar turkumi, Arslon yulduzlar turkumi, men misol qilib Parizod yulduzining turkumini oldim. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu yerda bizda oymoma turibdi. Moon deb oldim, oymoma turibdi va oymomamiz hozir Parizod yulduzlar turkumini ichida. Shunda men aytaman, bu insonni oymomasi Parizodda deyman. Mana masalan Chayon, men tug'ilganimda Quyosh Chayon yulduzlar turkumida turgan. Quyosh odatda har 30, 31, 28 kunda burjlarni almashtiradi. Turkumdan yulduzlar turkumiga o'tadi. Demak, bundan oldin 30 kun Tarozida turgan, Quyosh Chayonga kelganda men tug'ilganman. O'shaning uchun meni Quyosh burjim Chayon deyiladi va hokazo ketaveradi. Bundan tashqari Quyosh va Oydan tashqari bizda yana boshqa sayyoralar bor. Merkuriy, Venera, Mars, Yupiter, Saturn, Neptun, Uran, Pluton ular ham yulduzlar turkumiga kiradi va ular yulduzlar turkumida har xil vaqtda turadi. Masalan, Quyosh 30 kun turadi. Minus plus qilib oladigan bo'lsak, bitta yulduzlar turkumining ichida. Oymoma 2-2,5 kunda almashtiradi o'zini burjini. Plutonni oladigan bo'lsak, 15 yildan 20 yilgacha bitta turkumida turadi, masalan Pluton va hokazo. Har xil sayyoralar har xil turkumlarda. Ana siz shunaqa tug'ilganingizda sayyoralarning pozitsiyasi sizni shaxsiy natal xaritangizdagizda ifodalanadi va sizga o'zgacha xarakteristika beradi. Natal xaritadan biz insonning taqdirini o'qishimiz mumkin. Albatta taqdir 100% hech kim garantiya bermaydi. Hammasi Allohning qo'lida, lekin moyillikni aytishi mumkin. Masalan, insonning xarakteristikasiga kelganda va hokazo. Mana misol tariqasida ko'rayotgan bo'lsanglar, sayyoralar natal xaritada ifodalangan. Bu bizning koinotimiz va bizning koinotimizda sayyoralar har xil yulduzlar turkumida kelyapti. Ahamiyat beradigan bo'lsak, Quyosh bu yerda buqa yulduzlar turkumiga ega. Bundan tashqari Saturn ham, Merkuriy ham buqa yulduzlar turkumida turibdi. Venera bilan Mars egizaklar yulduzlar turkumida turibdi. Omad nuqtasi Arslonda, Pluton Parizodda, Uran Tarozida, Yupiter Tarozida, Neptun O'qotarda va oymomamiz Baliqlar burjiga tushgan. Demak, oymomamiz osmonda Baliqlar burjida, ya'ni Baliqlar yulduzlar turkumida o'tayotganda 2 kun o'sha yerda turgan. Ana o'shanda inson tug'ilgan va uni natal xaritasida bu aks ettiriladi va insonga o'zgacha xarakteristika beriladi. Ana shuni biz natal xaritada ko'rishimiz mumkin. Asta-sekin men videolar tashlayman. Siz o'zingizni natal xaritangizni, masalan, Quyosh qayerda joylashgan, Oy qayerda joylashganini sekin asta o'rganib olasiz. Buning uchun siz o'rganadigan narsa burjlarning ko'rinishi va sayyoralarning ko'rinishi boshlanishiga. Oymomani topish qiyin emas, Quyoshni topish qiyin emas. Saturn 5 ga o'xshaydi, Merkuriy shaytonchaga o'xshaydi, shohli shayton. Bu Venera, bu Mars, bu Pluton, bu Uran, bu Yupiter to'rga o'xshaydi, Neptun vilkaga o'xshaydi va hokazo. Eslab qolsanglar, sizlarga natal xaritani o'qish oson bo'ladi. Va har safar masalan natal xaritani ochganda sizlar tushunasizlar, masalan aytganimdek, bu natal xaritada oymoma Baliqlar yulduzi turkumida bo'lgan va inson baliq hissiyotlarga kelganda baliqlarning xarakteristikasini beradi. O'zini shaxsiyat yo'nalishi buqa bo'lsa, uni hissiyotlari baliqlarcha ifoda etiladi. Har bitta sayyora o'zini sifatlari bor.
Mana boshqa misol qilib oladigan bo'lsak, mana bu insonni tug'ilganida oy momasi chayonlar yulduzi turkumiga kirganda, quyoshi esa ahamiyat bergan bo'lsanglar, Qo'yda. Plutonni egzilida bo'lgan, Saturn Arslonda bo'lgan va hokazo shunaqa qilib sekin-sekin o'rganasizlar. Men bu darsni asosiy maqsad o'rgatayotganim, siz tushuning, mani burjim Qo'y deb cheklanmaydi astrologiya. Xo'p, sizni burjingiz Qo'y, lekin oy moyingiz qaysi? Masalan, aytaman, qaysi burjida deyman. Keyin siz menga qarab turasiz, nima so'rayapti bu qiz deb, hech narsani tushunmayapman deb. Sizning hissiyotlaringiz qanaqa ifodalanadi? Mani hissiyotlarim masalan Dalfdagi ifodalanadi, chunki mani oy momam Dalfda. Bu inson egasining xaritasida hissiyotlari chayoncha, sirli ifodalanadi. Bu inson o'zining hissiyotlari bilan bo'lishgisi kelmaydi va hokazo ta'rif beriladi faqat oy momaga kelganda. Demak, natal xarita nima deganda, natal xaritaga savoliga javob bu men tug'ilganimda osmondagi sayyoralar hammasi har xil yulduzlar turkumida bo'lgan va ularni xarakteristika sifatlari meni natal xaritamda ifodalanadi. Ana shuni men tushuntirib ketmoqchi edim. Savolinglar bo'lsa, izohda qoldiringlar. Bu birinchi qism va sekin-sekin nimaga bu dumaloq shaklda, nimaga bu uylar va hokazo. Bundan tashqari videoni albatta ko'ringlar. Undan keyin qo'yiladigan video sayyoralar osmonda qanaqa ifodalanishini videosi ham bor. Like bosing, obuna bo'ling, izoh qoldiring. Mani topasizlar Telegram kanaldan, YouTubedan va Instagramdan, hamma yoqida bitta logo ishlataman, bitta nik ishlataman. Ayol nomi Astrom.